Assalomu alaykum qadrli uzum ishqibozlari. Mana bugun ertalabdan ilhom kelganga o'xshadi. Boshladik. Bu mana Mercedes uzumi. Mercedes. Shu mashinadan ham bandi chiqib, bu rosa ko'p oldim. 2-3 marta olib tashladim. Yangi novda chiqar ekanda ta'sirati sop tashlaverar ekan. Endi mana xomtay jarayoni olinyapti, mana olinyapti. Mana bitta meva mana o'zi olib tashaladi. Mana xomtay jarayoni. Mana tagidagi bayhlarni olyapmiz-da. Lekin buni bir tomoni zo'r ekan, mana shu bach chiqib ham sop tashlaverar ekan. O'ta serhosil, haqiqiy o'zbeklar bob uzum ekan. Mana olyapmiz, mana tagidagi bayhlar xomtay shoxi mana. Bu qosa bo'laveradi, bu ham qosa bo'laveradi. Endi bu yog'i mana ketyapti. Shuni olmasak yana chiqib solish davom etaverar ekan. Mana bu pastdan chiqqan ikkita chiqib qolganlarni pastdagi shoxini olamiz. Ketdik mana tepaga qarab. Mana o'zi olib tashladik, mana bo'ldi. Mana aytganimdek haligi bachki chiqib sovorgan bu yoqda, lekin meva yo'q. Hali mevasi yo'q deb qo'yib qo'ysangiz ham bo'laverar ekan. Agar anaqa yo'qroq joylari bo'lsa, novda kamroq joylari bo'lsa, jo'n shoxni qo'yib qo'ysangiz ham mevasi yo'q, sop tashlaverar ekanda. Rosa serhosil. Mana bachkini qarang, kattaga. Baklari ham baquvvat, ancha-muncha kasalga chidamli uzum ekan. Haqiqatdan ekinglar, tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz bu uzumni hamma o'zbeklarga. Mana hali olti ariqlik Shuhrat aka bloger ham rosa tavsiya qilyapti. Shuhrat aka omonmisiz? Ashral aka. Belgiyada endi birinchi nima qilishimiz, chiqishimiz. Hali kelajakda ulama qilishni ham ko'rsatamiz. Mashalar juda ko'p ulama ko'chat. Hammasi yaxshi ketyapti. Endi bizda jinday nima deydi, vaqtimizga qarab, qo'limizga qarab video qilyapmiz-da endi. Mana qarang. Lekin shu ikkala uzumni ham yetkazadi, aniq. Faqat o'tda hali mayda bo'lib ketish ehtimoli ko'proq ekan. Bu katta yo'l tomonidan bir hoji akamiz bilan ash olti ariqdan kelin bo'lib tushgan opamiz bordi. Kelib har doim dakki berib turardi. Biz haliga aytganman, oldingi syomkalarda, o'tgan yilgilarda hali 300 boshdan oshiq solgan mevalardi, uzumlardi. Asli Mercedes uzumi 300 boshdan oshiq solgan, rosa qiynaldi yetkazishga. Haqiqatdan hali yetkiza olmaydi ekan, maydaroq bo'lar ekan. Keyin hali jinda chanqasa ham so'lish, qirqi bo'lib qolish ehtimoli ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun me'yorida mana mashinada qarang, 30 dan oshiq uzum olaman desangiz 30 ta vosh qo'yib qo'yilar ekanda. Iyag'ini keyin mevasi bormi yo'qmi olaverish kerak ekan. Eng qizig'i mana shu haligi mandaqa 2 qarich, 1 qarichga 1 donadan novda qo'yish kerak ekan. Bu o'ta serhosil uzum ekan. Qarang, bu bizniki mana shunaqada endi. Hamma yoq chirkalar chiqibdi hali. Xomtayni tugatib dorini sepamiz, bo'lmasa kech bo'ladi. Gullagan paytda sepib bo'lmaydi. Shunaqa. Qarang endi, bu jonivorlarni zo'r bo'lgan. Yana haligi
jicha narzimizni oshli qilib mana shu mevalarni ko'p qo'yib yuboryapmiz. Shunaqa ekanda bobo dehqonlar, hammanglar yaxshimisizlar? Boshlarni mana qarang, mevani qarang, meva jonivordi. Endi mana qarang, nima qilish kerak buni mana. Zaparog'a ko'ryapsizmi, ikkala mevani olamiz endi, aytganingizni qilamiz buni mana. Shundoq ekan. Mana buni ham qarang endi. Nima qilish kerak? Bor baraka qolaveradi, noda katta, yetkazadi xudo xolasa. Shunaqa ekan. Hali hamma o'rgataveradi, biz ham mana chala dehqonmiz aslida. Asli kasbimiz boshqa. Hurmatli tomoshabinlar, anaqa sal bo'lsa ham qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Sal bo'lsa ham biz endi hali professional darajada emasmiz. Bobo dehqonlar bir yozib yuborasizlar, haligi mana shu xomtaydan keyin, guldan keyin birinchi ishlovga qaysi dog'ni sepishni tavsiya qilasizlar? O'tgan yili allaqancha pand yedik. Narimizni ochlik qilib juda ko'p joyda uzumlarimiz oqib ketdi. Uzumlarni oqizib yubordik. Shuning uchun endi biz ham ancha-munchalik so'rab turamiz. Qarang mana olinadi bari mana. Mevani ro'parasi mana. Bunisi mana kichkina. Olib tashlaymiz. Bu ham mers uzumi adashmasam. Ya mersmas ekan. Mers. Toshning mana mevani ko'rib oling Akmaljon. Mercedes uzumi shu bo'ladi. Ko'hladimizlarki ham hali o'tgan yili bahorda ulaganlarimiz ko'hlagan bo'lishi kerak. Mana qarang mana bachkilab turib yana solgan mana uzum. Mana haqiqiy Mercedes o'zbeklar bob uzum. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar mana 3 bosh turibdi. Bu yerda ham xuddi buni olib tashlasak ham bo'ladi mana. Haqiqiy zo'r uzum ekan. Tavsiya qilamiz. Yana bir bora endi bu yil ko'chatimiz shu Mercedesdan bor. Kuzga kelaverasizlar. Kuzgami, bahorgami xudo xolasa tayyorlab qo'yganmiz. Tuvakchalarda tepaxonalarimizda turibdi. Bexijolat kelaverasizlar, beramiz. Arzonroq qilib. Bizga o'ja ko'p ham ko'p. Boyib ketib qolmaylik, ko'p arzonroq beraveramiz. Shunaqa qadrli dehqonlar. Buni qarang mana hamma yoq uzum. Bu ham sop tashlaverar ekan, tagi bilan olib tepasiga qaramabmiz-da. Mana serhosil uzumlar. Bularni nima qilish kerak? Olib tashlash kerak edi mana. Mana meva bor, na boshqa bor. Olib tashlaymiz mana. Lishni qilib telefonni ko'tarib yuraverman. Qo'llarimiz ham telefon ko'tarishga ham yaramay qolyapti ekan. Oxiri mana shu tolib yoshimiz bir yerga borganda hali endi xo'p bo'ladi-da bu yog'i. Ishlardan charchaymiz. Ish desa qo'limizni ko'tarib orqaga tistarlarning o'ppalamiz shekilli o'tirishdi. Qarang bu jonivorni qarang, nodani surgan. Voy. Juda sopdi. Olib tashlash kerak. Mana shunaqa xomtay jarayoni. Mana shu mevagacha olinadi, mevagacha qani yana mana. Qo'ltig'idagilar olinadi. Qolgani qolaveradi. Shu 1,5 qarchga bittadan noda qo'ysa bo'laveradi. Mana bu qolib turaveradi. Endi yana yerga bitta ham kurtak chiqarib solishib qolsa kerak. Mana haqiqiy
Uzumni zo'rlari mana olamiz. Bu ashi Mercedes uzumini bo'g'imlari kaltaroq bo'lar ekan. Haligi shu yirik donlik uzumni hali Shuhrat akamiz reklama qiladi. Undan men shu bir 4 yil naryoqda olib kelib ekkan ekanman, rosa solyapti. Ismini bilmasam dedi, shu Mersiga o'xshagan qop-qora katta uzum ekanda. Shunaqa mana bobo dehqonlar. Bu yoqlarda biz kampir polni qildi, mon qarang mana. Chiqaveradi, olaveramiz. Chunki mevani biz tepada solishga harakat qilamiz. Pastda parandalarimiz bor, ona vayron qilib tashlaydi. Hozir qamoqda hammasi. Olaveramiz, chiqaverar ekan. Mercedes uzumi bo'lsa, shu yerdan chiqib solaverar ekan ikkinchi yili ham. Hali bir o'rtog'im kecha gapda o'tirib 30 vosh sanadim bitta manaqa o'tgan yil uylangan ko'chatda diyorda. Rosu toshni Mercedes dedim. Toshni Mercedes uzumida o mana. Qarang endi bu jonivor. Ko'zimiz qiymaydi da olishga, ko'zimiz qiymaydi. Qarang buni olamiz iloji. Ayamay olish kerak ekan. Haligi aytganimdek, mana shu bundaqa novdaga 30 yoshdan oshiq ekan. Sharoitga qarab, mana shu 4 yil, 5 yilga uzum. Mana qarang. Normanda solatda sira chiqadi, soladi. Bo'lmasa necha marta oldik. Shunaqa ekan bobo dehqonlar. Ijodiylarga baraka, hammanglarga. Bilgi yilda mana uzumni ham olib qo'ydik, chiroyli qilib. Qo'pollik qildik, mayli. Shunaqa. Tavsiya qilamiz Mercedes uzumiga, hamma qiziqsin. Maza matrasi zo'r. Keyin bu yerda bir 3 yil oldi-yu. Qadrdon do'stimiz ashu Toshkentdan, Oltiariqdan olib kelgan avatar uzum. Buni ulab tashladim. Yilda kesaman deb o'ylayman, ammo bitta qoladi bu yil. Bu yerni ulaymiz. Bu uzumda endi jicha menga gapni ochig'i ta'mi yoqmadi. Shuning uchun ishqibozligimiz kamroq avatarga. Endi hali uyda assortimentga 5-10 tup qilib qo'yamiz endi. Shunaqa mana ko'rib mehnatimizga baho beraverasizlar. Uyatmay yozaveringlar, boplab qo'yganlar joyimiz bo'lsa. Boplab qo'yibsizlar deylar, bexijolat. Faqat oshiqcha so'kin bormasanglar bo'ldi. Biz ham endi iloji boricha ustozlardan o'rganishga harakat qilamiz. Buni meva ham yo'q. Plus buni o'ta ko'p ham. Buni nima qilamiz? Buni ham bittani olamiz. Bu jonivor bu novdagi endi hisobda 4 tup yetadi, 4 bosh. Shunaqa ekanda, endi o'xshatib yana bir narsani tavsiya qilaman. Pastdan chiqib bo'ladi manaqa novdalar, pastlardan. Urasiz mana shu yerdan tars olinadi. Bosh tez kattaradi. Fotosintez degan narsamiz bor, shu yerdan qaytaveradi. Mana oshqagan kichkina bo'lsa ham. Hammanglarni ijodiylarga baraka. Shanba tongi hammanglarga muborak bo'lsin. Hozir kiramiz, biz haligi 40 montaj qilishni bilmaymiz, pryamoy efir tashashni bilamiz, olishni bilamiz. Mana o'ta katta olib tashadi, ikkita ekan. Shunaqa qadrli do'stlar. Hammanglarni ijodiylarga baraka. Ilohim uzuminglarga kasallik tushmasin bobo dehqonlar. Qarang mana ahvol. Yana bir narsani aytib o'tay.
o'tgan yili juda ko'p sug'organ o'zimman shu mana ahvol. Bularni endi hali kelgandan keyin kesib tashlaymiz. Bularni lutchi taktugi bilan shu yerdan kesishimiz kerak. Mana oldingi syomkalarda ko'rsatganman. Shu yerlar to'la meva edi. Mana shunaqa, shuning uchun uzumni haligi novdasiga qarab, holatiga qarab mana shu motor ham sotiladi. Yangiroq beramiz. 6 million, 7 millionga beraveramiz, kalitga oladi. Bu ham bitta reklamada. Mana haligi aytgan 300 vosh solgan uzum. Eski syomkalarni ko'ringlar, mana qirqib tashladim, pomni. Hali qancha. Qarang. 300 vosh ham solamiz shu narsa. 300 voshdan ko'p edi. Mana bu yilgi holati, avariyniy holatda meva kam. Hali bobo dehqonlarni opani aytganini qilaverish kerak ekan. Bir yil zo'r solgizib turib, ikkinchi yil mevasiz qolishni keragi yo'q ekan. Mana bitta ikkita turibdi mevalar. Mana shuning uchun qadrli do'stlar, nafsimizga burmishlab kamaytirishimiz kerak ekan mevalarda. Biz hali mevani ko'ramiz, hammasini qo'yib qo'yamiz. Uzum bor-ku, kuchi yetmay, xuddi odamzodga o'xshab kamqon bo'lib, boshqa bo'lib, yilda tug'aversa, odamzod ham shunaqa bo'ladi-yu. Shunaqa ekanda, bu ham xuddi shunday narsa ekan, tirik organizm. Hali ko'p tug'sa, yoshdir, turmushga beriladi, ko'p farzandlar ko'p qator qiladi. Hali umurtqa, hali beloriq bo'ladi. Xuddi shunday bu ham rosa shu poзвоночниgiga, ya'ni tanaga hali quvvat yetarli bo'lmay qolar ekanda, bu yerni so'rib berolmaydi ekan. Kasallik tushib, amalda qarang ahvolni. Shunaqa. Shuning uchun даже qurib qolganlari ham bor naryoqda. Shuning uchun daraxt 4 yilda bunchalik qilish oson emas. Har yil shu chamalab mana shu voshga, shunga 4 vosh oshiq ekan. Tanasiga qarab, holatiga qarab qo'yish kerak ekan. Salomat bo'linglar qadrli dehqonlar. Gaplarimiz kimlarga yoqqan bo'lsa, yozaveringlar, bexijolat tanish bilishlar. Ashiral aka, sizlar nima yangiliklar? Bir gapirib turing. Biz endi mana bu yil birinchi chiqish qilishimiz. Qarang, uvolda u. Yilam vol. Salomat bo'linglar. Dehqonchiliklarga baraka yana bir bora. Sog' bo'linglar.